Sakziyanada yana bitta juda ham zo'r 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Bu kvartiramiz 5-qavatda, Doktor O'ning yonida joylashgan. Domimizda liftlar ham bor. Narxi 86 ming va yana savdosi ham bor. Hozir kvartiraning to'liq obzorini ko'rsatamiz. Eshikdan kirishda mana shunday holda katta mebel qilingan garderobni, to'g'ridan mana shunday koinot atmosferasini berish uchun oy qilingan. Eshikdan kirishda oyna, hol, bu tarafda birinchi bo'lib zal joylashgan. Kvartiramiz skvoznoy planirovkada, bu yerda balkonlar ham bor. Va keyingi joyimiz eshikdan kirishda mana shu to'g'rida bolalar yotoqxonasi. Bu yerda esa kattalar uchun yotoqxona. Ikki yonboshda mebellari qilingan, mexki mebellar qo'yilgan. Termon, oyna, hamma narsa qo'yib ketilgan. Keyingi joyimiz hol ko'rishingiz mumkin va bu yerda esa sanuzel. Va oxirgi joyimiz bu oshxona. Mebellari, barcha narsalar tayyor. Bu kvartiramiz narxlari 86 ming va yana savdosi ham bor. Kvadrati esa 84 kvadrat, 5-qavatda joylashgan.